Endi Linebet hisobimizda pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun pul chiqarish tugmasini bosamiz. Linebet tanlanadi. Va mana bu yerda ko'rsatyapti. Ko'rsatilgan manzil bo'yicha ariza yaratishimiz kerak ekan. Demak, Linebetga qaytamiz. Va pul chiqarish bo'limiga kiramiz. Bu yerda Linebet nalichini bosamiz. Summani kiritamiz. Shahardan nishon tanlanadi va Talimarjon Alifbay manzilini tanlaymiz. Demak, bo'ldi. Ariza yaratdik. Endi botga kiramiz. ID'mizni yuboramiz. Karta kelib tushishi kerak bo'lgan pul kartani belgilaymiz. Va maxsus 4 ta kodni kiritishimiz kerak ekan. Demak, maxsus 4 ta kodni mana oldik. Ana endi buni botga yuboramiz. Bo'ldi. Avtomatik ravishda bot yechib oldi pulni. Uzog'i 5 daqiqada pul kartamizga kelib tushadi.